Ayolingiz bilan onangiz urushib qolsa, siz nima qilasiz? Videoni ko'rib, kommentda javobingizni qoldirib keting. Xotiningiz bilan oyingiz urushib qolsa, nima qilgan bo'lardingiz? Birinchi navbatda xotin ketadi. Ona nohaq bo'lsa ham baribir xotinni urushaman. Onam tarafini olaman. Xotinniki unaqa. Ona svetoy, ona yagona. Xotin esa topiladi. Keling o'ylab ko'ramiz. Agar erkak o'zini qurgan oilasini mas'uliyatini ola olsa, uni himoya qila olsa, nafsini boshqara olsa, farzandlariga mehrli ota bo'la olsa, oiladagi chegarani to'g'ri qo'ya olsa, xotin ham yagona bo'ladi. Agar hali bu tushunchaga kelmagan bo'lsa, unda bitta savol. Uylanib nima qilardi? Ona yagona. Bunga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Lekin xotin ham bozordan topiladigan narsa emas. Onani tashab, xotinni tanlash ham kerak emas. Lekin xotinni sindirib, onani ham tanlash kerak emas. Aslida vazifa boshqacha. Onaga hurmat, xotinga esa himoya. Erkak uylangandan keyin endi uni eng asosiy roli o'g'illik emas. Endi u keyin esa ota bo'ladi. Endi uni zimmasida yangi oila turadi. Ko'p oilalarda ona farzandini hayot mazmuni qilib oladi. Hattoki uylangandan keyin ham uni qo'yib yuborgisi kelmaydi. Shuncha yil boqqani bolasini qizg'anadi har qanday qaynona. O'g'il uchun qizg'anadi-da. Bu tabiiy holda. Ba'zida keliniga qilingan mehrni ham qizg'anadi va shunda sevgi uchburchagiga hosil bo'ladi. Xotin va ona. Hattoki 2 yosh sayohatga chiqqanda ham 3-chi bo'lib qo'shilib oladi. Va xolanki o'zini turmush o'rtog'i tirik bo'lsa ham. Nimaga deysizmi? Chunki shaxsiy chegaralar o'rnatilmagan, separatsiya bo'linmagan. Erkak hali ham farzand rolida qolib ketgan. Agar erkak kerak bo'lsa o'z onasidan oilasini himoya qila olmasa, keyingi avlod ham shuni ko'rib o'sadi. Ba'zan o'zini eridan yetarlicha mehr ola olmagan ayol bu mehrni farzandidan olishga harakat qiladi va baxtsizlik zanjirini avloddan avlodga o'tkazib kelaveradi. Ona albatta muqaddas, lekin buni evaziga xotinni qadrsizlantirmang.